Menga qara. Menga ishonsan, menga katta ketyapsan. Birinchi o'rinda ota-onam roziligi kerak menga. Agar ota-onam rozi qilsangiz, men sizdan rozi bo'laman. Yana bitta narsa, to'ydan keyin alohida chiqamiz deb boshni qotirmaysiz. Chunki men ota-onam bilan yashashni ma'qul ko'raman. Agar shartingiz bo'lsa, hozir aytganingiz ma'qul. Mani oilamdagilar kelajagida turmush qursang, eringni roziligi uchun harakat qil deb o'rgatishgan. Shunday ekan sizga e'tirozim ham, shartlarim ham yo'q. Ma'qul, menga shu javob kerak edi. Qalay, yoqdimi? Ha, juda chiroyli ekan. O'rtog'im shohdek ko'r. Yorib tashyapti. Eng qizig'i to'yini qilardi. Alloh rozi bo'lsa o'ladi. Endi to'y cho'tga o'tkazib olsak. Xudo xolasa. Yur bir aylantirib kelay. Qarang, yo'lda suv olaylik. Bo'ldi. Hozir yo'ldan olamiz. Nima ichasan? Ikkita bilish berib yuboring. Qarang, meni vaqtim sal kamroq maqsadga o'tsak. Bo'ldi, eshitaman. To'ydan keyin alohida ishimizni, meni bir ikkita bizneslarim bor, shularni yo'lga qo'ymagunimcha men ikkinchisiz farzand ko'rish niyatim yo'q. Sabab men qizil bayroqman. Figuram buzilishini xohlamayman. Menga qarang, yaxshi qiz. O'zingizga o'xshagani bilan baxtli bo'ling. Xo'p? Menga qara. Menga ishonsan, menga katta ketmasdan. Oxiri baxtingizni topishdi. Izlatish kerak emas.